Instagramdagi bolasizmi? Ha, akkaunt oladiganman. Ha. Shu akkaunt aytib turizm, shuni sotmoqchimiz. Ha. 2000 ga. Shu akkauntga Ha? hozir ko'raylikchi. Hop, Telegramda obzorini tashlaganmiz menga. Shunaqa 71 ta barakachkangiz bor ekan. Xo'sh. Hop, qancha deyapsiz narxini? 2000? Shu akkauntni. Da. 3 dona ham 406 bo'ldi. Ketmaydi lekin 2000 deganingiz internetdan peruzagresga beraveryapti. Voy. G'alatimisiz? Qancha deyapsiz? 2000 ga tushmaysizmi umuman? Yo'q, boshqa. Tushdim, kes full ekan. Hop. Poseidon full olib 7 qilingan ekan. 800 beraman joyida. G'alatimisiz? Unaqa qaramang, 800 joyida. Yo'q, boshqa to'g'ri kelmaydi. Nimaga? Yo'q. Pasport tashlayapsiz. O'zim narxlayapman. Narxlaganim yo'q, men buni narxlayapman. Siz 2000 deyapsiz. O'z narxingizmi? Bu bilan birga aytyapsiz. Yo'q, buni narxi. O'zim qimmat turaman, bebaho. 2000 ga ketmaydi-da. 284 ta mifikingiz bor ekan. Xo'sh. Siz 2000 deganingizga o'z internetdan peruzagresga qilyapti. Har gapingizda. Bittasi podarka qilgan. Kim? Tikkanman boshda. Ha. Nima farqi? Yigit podarka qilganmi deyman? Profilda o'g'il bolaning rasmi turibdi ekan. Shunaqa. 900 bersamchi? Shaxsiy deyapsan bor. Sansirab tashlash shartmi? Mo'minlar bilan chiroyli gaplashavering. Yo'q, nima? U pastga urish. Men shunchaga olaman, unchaga olaman. Yo'q, narxlashamiz. Xo'sh. Chiroyli muomala bilan. Agar sizga to'g'ri kelsa, men o'zim sizga budjet narx aytaman. To'g'ri kelsa, ikkalamiz kelishib ketaveramiz. Lekin birdan sansiyalab muomala qilsangiz, kelisha olmaymiz narxini. Bu pasport tashlayapsiz, boshida. Sportkarlar 2 dona sportkarni ko'rdim. Xo'p, aytingchi, kelishtirib. Chiroyli qilib. 1000 oxiri. Yo'q, aslini qo'shing. Ketmaydi-da. Nimaga ketmaydi? Ketadi. Qimmatga ololmayman bu akkauntni. Vijdonim qiynaladi-da bu akkauntdan qimmatga olsam. Men sotib olganman qimmatga. Podarka bo'lgan dedingiz-ku. Podarka bo'lgan, ancha pul tikkanman, ancha xarajatim ketgan, tushundingizmi? Yo'q, shu akkauntdan. Daxliga pul tiklanganman. Xo'p. Akkauntingizga oxirgi narx 1200 beraman. Akkaunt full menga o'tadi. Hammasi o'tkazib berishga tayyor, to'g'rimi? 1200 ga rozi bo'ling. Qachondir akkaunt olsangiz sizga arzon qilib beraman akkauntdan. Da, хорошо. Mazga qildingiz, roziman. 1200 ga rozisiz? Da, roziman. Full narsa o'tkazib berishga tayyor. Ertaga muammo bo'lmaydimi akkauntda? Yo'q, yo'q. Bo'ldi, rozi bo'ling.